Tovuq tuxumini muntazam iste'mol qilish keksalar orasida yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim xavfini pasaytirishi mumkin. Avstraliyaning Monash universiteti mutaxassislari tadqiqot o'tkazib, xuddi shunday xulosaga kelganlar. Tadqiqotchilar 70 va undan katta yoshdagi 8700 dan ortiq kishini kuzatganlar. Haftasiga bittadan 6 tagacha tuxum iste'mol qilganlar orasida har qanday sababga ko'ra vafot etish xavfi oyiga 2 marta yoki undan kamroq tuxum yeydigan kishilarga nisbatan 15% ga pastroq ekani aniqlangan. Ularda yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim xavfi ham 29% ga pasaygan. Olimlarga ko'ra, tuxum oqsil va asosiy oziq moddalarning manbaidir. Bular jumlasiga B guruhi vitaminlari, folat, to'yinmagan yog' kislotalari, yog'da eriydigan vitaminlar, xolin hamda ko'plab minerallar kiradi. Aslida olimlar uzoq vaqt davomida tuxum iste'molini xolesterin darajasi yuqori bo'lgan odamlar uchun xavfli deb hisoblab kelishgan. Ammo mazkur tadqiqot orqali bu hisob-kitob aslida to'g'ri bo'lmaganligi aniqlangan.